Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, kimdir sizdan Alloh nomi bilan boshpana so'rasa, unga boshpana bering. Alloh nomi bilan so'rasa bering. Odamlar biror aslzoda o'rtaga tushsa, uning o'rtaga tushishini qaytarmaslikka odatlanganlar. Endi Alloh taoloni o'rtaga qo'yib kelgan odamning holi qanday bo'ladi? Guvohlar talab qilish, oldi-berdini yozishda hech qanday tanglik yo'q. Aslida dunyo, hayot, o'lim, tashlab ketish, xiyonatdan iborat. Bas, haqingizni yozib qo'yishdan behojat bo'lmang. Shuningdek, o'zining haqini yozishni talab qilgan insondan ham xafa bo'lmang. Chunki Qur'oni Karimda eng uzun oyati mudayyana qarz oldi-berdisi haqidagi oyat Alloh uni yozib qo'yish va guvohlar keltirishga xoslagan. Ey iymon keltirganlar, bir-biringizdan biror muddatga qarz olib, qarz bersangiz, uni yozib qo'yingiz. O'rtalaringizda bir kotib adolat bilan yozsin. Guvohlar erkaklar bo'ladigan bo'lsa 2 dona. Agar 2 erkak topilmasa, 1 erkak 2 ayol bo'lishi shart. Chunki ayollardan birisi guvohlikni esdan chiqargan bo'lsa, ikkinchisi guvohlik beradi. Hurmatli tinglovchilar, Alloh oldi-berdi, qarz va uni o'z vaqtida to'lash haqidagi o'zining ma'lumotlarini Baqara surasi 282-oyat va 283-oyatida mukammal bayon etadi. Alloh o'zi bergan barcha narsalarni kechishi mumkin. Ammo qiyomatda esa bandalardan olgan qarzlarini uzishi haqidagi, qaytarishi haqidagi ma'lumotlarda gunohlar bo'ladigan bo'lsa, bu gunohni hech ham kechirmasligini sizlarga eslatmoqchiman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.